Ahmoq kelinlargina o'z qo'li bilan oilasini buzib qo'yadi-da. Qaranglar, bugun bir xotin keldi oldimizga, o'tirib gaplashdik. 20 yoshli. Oila qurganiga endigina 6 oy bo'lgan va kelin hozir homilador. Muammo onasiga qo'ng'iroq qilaverib, kelin bo'lib tushgan uydagi kamchiliklarni aytavergan, dardini doston qilavergan, erini yomonlavergan. Endi o'zi nima muammoni aytdingiz desam, kichkinagina narsalar. Lekin uni hissiyot bilan yig'lab, ko'z yoshlari bilan aytgandan keyin otaga yetib borgan, onasi orqali xuddiki qiziga katta bir zulm qilingandek ko'ringan. Endi hozir ota kelib turib, sizlarni ajrashtirib yuboramiz deb turib, qizini olib ketib qopti. Bizga bunday zolim kuyov kerak emas deyotganmiz-da. Bizga bunday qaynota qudalar umuman kerak emas deyotganmiz-da. Muammo qizlar, mana shu kelin kichkinagina narsalarni sabr qilmasdan telefon qilib ko'z yoshlar bilan dardini doston qilganligi. Hozir aytayapti, biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, yaxshi ko'rib turmush qurganmiz. Endi otam bizni ajrashtirib yubormoqchi. Biz nima qilaylik deyapti-da. Men bilmayman endi nima qiladi. Aytdim, xafa bo'lmang, lekin siz juda ham katta bir ahmoqlik qilibsiz. Ha, taniqdi. Ahmoqlik qildim deyapti. Endi bundan buyog'iga hozir nima bo'ladi, nima qo'yishadi endi men bilmadim, lekin sizlardan iltimos qilaman. Hurmatli opa-singillar, uyingizdagi kelin bo'lib tushgan uyingizdagi narsalarni ota-onangizga aytmang. Ular bu narsani eshitib xursand bo'lmaydi. Davleniya bo'ladi, sahr bo'ladi, kasal bo'ladi, siqiladi, keyin o'tiradi. Biz qizimizni baxtsiz qilib qo'ydik, biz qizimizni noto'g'ri joyga uzatib qo'ydik. Siz bilan eringiz yarashib ketaverasizlar. Bu narsani esdan chiqarib yuborasizlar, lekin sizni eringiz, kuyov qaynota bilan qaynonani oldida, ya'ni sizni ota-onangizni oldida hurmati yer bilan yakson bo'ladi. Ular endi bir-birini ko'ziga qanaqa qilib qaraydi? Siz tasavvur qiling, sizni eringiz endi qanaqa qilib uyingizga boradi? Bu narsani juda ham hissiyotga berilmasdan aql bilan o'ylab, ertani 10 kun, 20 kun, 2 yil, 5 yil, 10 yil oldida o'ylab turib faqatgina qaror qabul qilinglar, iltimos.